oldingi o'quvchilarimiz maktab bilimi bilan izlanish yo'qolib qoladi. O'quvchi shart emas ko'chaga chiqib, sarflab o'qish. 11-10, даже 9-sinf bolalar уже maktabga kelishi kamayib ketgan. Ular qo'shimchaga borib faqat insga tayyorlanadi. Bizning ota-onalarimizda bolani ta'limini birinchi o'ringa qo'yishmaydi. Endi hamma deb ayta olmayman. Bor. Hozirgi kunda repetitorlar juda ham rivojlanib ketgan. Qo'shimcha dars beradigan o'qituvchi bilan maktabda dars beradigan o'qituvchini bilimi qanaqa darajada deb o'ylaysiz? Ularni bilim o'qituvchini bilimiga yetarli emas. Bunga ota-onalarni ham jalb qilishimiz kerak. Maktabni o'qishi tekin bo'lgani uchun balkim o'qituvchilarning obro'yi tushib ketganmi? Bu degani ta'lim birinchi o'rinda emas o'quvchi. Pul berib bola o'qishga borgani uchun o'qiydi. 12 yillik bepul ta'limga qanaqa qaraysiz? Ta'limni yaxshi rivojlantirish uchun birinchi navbatda sinfda bolani soniga qarash. Hozir ko'p joylarda eshitamiz, dars taqsimotida muammolar bo'lyapti. Masalan, fizikada eski 50% o'quvchida kitob bor, 50% o'quvchida kitob yo'q. Hozir qo'l qo'yishim mumkin $1000 ga, lekin shundoqga bermayman. Shunaqa narsalar qilinsa juda ham zo'r bo'ladi.